Ho'p, assalomu alaykum do'stlar. Сегодня у нас второй урок притяжательное местоимение, ya'ni egalik olmoshlari. И bugun mening olmoshni ko'ramiz, mужской rodini мой. Hamda женский, средний va ko'pligini ham ko'ramiz, падежда o'zgarishi. Мой телефон, mening telefonim, моего telefona, mening telefonimning, моему телефону, meni telefonimga. Мой telefon, meni telefonimni, с моим telefonim, meni telefonim bilan, a моем telefoне, meni telefonim haqida. Endi bu jonsizlarga edi mужской rod. Ana endi jonlilarga ko'ramiz. Мой брат, mening akam, моего брата, mening akamning, моему брату, meni akamga, моего брата, meni akamni, с моим братом, meni akam bilan, a моем брате, meni akam haqida. Ana endi женский rodga o'tamiz. Женский rodimiz jonli jonsiz farqi yo'q, bir xil o'zgaradi. To'g'ri, orada istisnolar bo'ladi. Endi istisnolar haqida boshqa safarlar gaplashamiz. Моя mama, meni oyim. Моей mama, meni oyimning. Моей mame, meni oyimga. Мою маму, meni oyimni. С моей мамой, meni oyim bilan, a моей mame, meni oyim haqida bo'ladi. И средний rodga o'tamiz. Moyo okno, meni derazam. Moего okna, meni derazamning. Моему окну, meni derazamga. Moyo okno, meni derazamni. С моим окном, meni derazam bilan, hamda a moем okне, meni derazam haqida. Ko'pligini ko'ramiz, jonli hamda jonsiz bo'ladi. Женский rod ham deyarli shunga o'xshash bo'ladi. E'tibor beramiz. Мои телефоны, meni telefonlarim. Моих telefonov, mening telefonlarimning. Моим telefonim, mening telefonlarimga. Мои телефоны, meni telefonlarimni. С моими telefonами, meni telefonlarim bilan. A moих telefonах, meni telefonlarim haqida. Hamda oxiri jonlilarga o'tamiz. Ko'plikda. Мои ученики, meni o'quvchilarim. Моих учеников, mening o'quvchilarimning. Моим ученикам, meni o'quvchilarimga. Моих учеников bo'ladi-da. Моих учеников, meni o'quvchilarimni. С моими учениками, o'quvchilarim bilan, hamda a моих учениках, o'quvchilarim haqida. Tak, do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lib qolishni unutmang. Hamda keyingi darslarimizni kuzating. Keyingi darslarimizda bundan-da qiziq bo'ladi va siz uchun bundan-da foydali mavzularni yoritib berishga harakat qilamiz. Спасибо за просмотр данного ролика. Спасибо еще раз. До свидания. Пока-пока.